Assalomu alaykum akalar, yaxshimisiz? Mana navbatdagi bo'limiz tayyor bo'ldi. Lowell P4110 traktoriga 3 korpusli Lincoln stoyka, Lincoln metal, hamma yeri Lincoln bo'lgan. Bo'limiz mana tayyor. Ideal holatda chiqdi. Hamma yeri moshina qilingan. Kimga anaqa pullar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, mana shu pulingimizni bahosi 40 million so'm. Ko'pchilik so'raydi, 3 talik pulingimiz 23 milliondan boshlab 47 milliongacha pul bor. Bu 40 millionlik varianti, shuni purpurjnik qo'yilsa 47 million so'm bo'ladi mana shu holatda. Purpurjnik bilan 47 million so'm. 5 purpurjnik 40 million so'm. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Aylantirchi. Aylanishlari. (82) torta olmaydi buni. 82 bo'yini kaltalash kerak, keyin tortiladi. Bu holat torta olmaydi. Yana bo'yi kaltalash tortish mumkin. Balishlamosga ham chiqagan. 952 tortadi u. 1025 952. Hadi 892 lar tortadi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar.